Hörmətli Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentlikinin xəbərlər proqramısını görüşünlərni qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Xitayning Zuanning biri bo'lgan atalmış Şinjan gündəlik gazetining 20 iyul kunidagi xəbəriga qaraganda 12 iyuldan 18 iyulgacha Turkiyaning asosliq taratqularida ishlaydigan xodimlardan tashkillangan bir vakillar o'miki atalmış Şinjanning Urumchi, Qashqar va Iliqozoq avtonom oblastiga ziyoratga borgan. Atalmış Şinjan Uyghur Avtonom rayonu qurulganligining 70 yilligini xotirlash ko'rgazmasi zalida vakillar o'miki tushuntirishlarni diqqat bilan anglagan va ko'rgazma buyumlarini ko'rgan. Turkiya xalq televiziya stansiyasining muxbiri Mustafa Erdemir bir yurish suratlarga ko'zini tikib, ko'rgazma mazmuni menga Xitoy Kompartiyasi va Xitoy hukumatining atalmış Şinjanga hamisha ahamiyat berib, nurg'un siyosat va moliya yordam bilan ta'minlaganligini tushunishimga yordam berdi. Şinjanning hozirgi gullanishi va muqimligiga erishishning eng muhim sababi Xitoy Kompartiyasining rahbarligidir degan. Xitoyning xalqni xotirjam, bayoshat, baxtiyor ko'rsatish uchun oldin tayyorlagan, zinnatlagan joylarga berib, atalmış baxtiyor xalq bilan suhbatlashgan. Ziyoratchilar Xitoy hukumatining atalmış Şinjanni boshqarish falsafasi va tajribasiga chin dildan qoyil ekanligini aytishib maqtagan. Mazkur axborot bundoq degan. Qashqar viloyatlik Jungo Tibabiti doktorxonasida ziyoratchilar an'anaviy Jungocha davolash usuli bilan kasal davolash ko'rdi. Yangsar nayisida ular Uyg'ur davosi o'yinidan huzurlandi. Chapchal Shiva avtonom nayisida ular Shiva xalqining o'qiya aytish madaniyatini tomosha qildi. Şinjanning mo'l va ko'p xil madaniyati Turkiya televiziya riyosatchisi Sami Gulisning uzun tarixga ega Jungo madaniyatini tushunishiga yordamchi bo'ldi. Sami poytaxt Urumchida bo'lsin yoki Qashqar, G'ulja, Yangsar nayisi, Texas nayisi yoki Chapchal Shiva avtonom nayisida bo'lsin har bir rayonning o'ziga xos madaniyat alohidaliklari bor bo'lib, an'anaviy madaniyatni qo'g'dash, varislik qilish va jonlantirishga alohida ahamiyat beribdi. Texnikalik kuchlantirish, savdo birlashtirish va ssenariy yangilik yaratish orqali madaniyat boyliklari iqtisodiy foydaga aylantirilib, kishilarni texmi yaxshi turmushga erishtiribdi. Bu tajribalardan o'rganishga arziydi dedi. Sansızlığın hikayelerini aks ettirdiğin Yipak Gülü. Şinjan Erkin Sınaq Savdo rayonining Qashqar rayonluq mablag' selishni ilgari surish mulozimat markazida vakillar o'miki a'zolari chegara savdosi, mablag' selishni ilgari surish va xalqaro hamkorlik qatorliq muhim vazifalarning ilgarilashi to'g'risida tafsiliy ma'lumot oldi. Ular ilg'or, ochiq va yangilik yaratishdan Jungoning shohidi bo'lib, Turkiya bilan Jungo o'rtasida ko'p sohalarda texnik zich va amaliy hamkorlik munosabati o'rnatishni qizg'inlik bilan kutmoqda. İli daryosi vodisida o'tloq va ko'l bo'yida sayl qilib, yerli xalq bilan fikr almashtirib, Şinjanning ekologiyani qo'g'dash va madaniyat sayohatchiligini taraqqiy qildirish, tabiiy boyliqlardan foydalanib, ommaning kirim yo'llarini kengaytirish qatorliq jihatlardagi moslashtirilgan tirishchilikning ekologiya va turmush foydasi ikki taraf uchun foydali vaziyatga erishganligini xulosaladi. Bir haftalik ziyorat oxirida vakillar o'mki Şinjanning go'zal aslimalari va kelgusiga bo'lgan cho'ng umidlari bilan ayrildi. Turkiya gazetining muxbiri Nazmiya Qaratash hammalar kelib Şinjanning go'zalligini ko'rish kerak. Vatanga qaytib kelgandan keyin texim ko'p kishilarning haqiqiy Şinjanni ko'rish uchun men o'zimning tajribalarimni ijtimoiy tarmoqlarda o'rtoqlashaman dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Cumhur raisi doktor Mamtumin A'lo apandi ijtimoiy axborot vositalarida buningga raddiya berib, Xitoy davlat tashviqotining yana bir klassik asari Turk jurnalistlari Sharq Turkistonni o'zingiz ko'ring nomli puxta tashkillangan sayohat orqali aeroplan bilan Sharq Turkistonga elib kelingan. Ondan baxtli Uyg'urlarning Xitoyning mehribon hukmronligi ostida jannatda yashayotganligi to'g'risidagi parlaq va shonliq so'zlarining yordamida kezgan. Xitoy boshqaruvchilari bu turk ziyoratchilarini loyiga o'xshash qiliplashtirgan, o'yinni biladigan itoatmand muxbirlar uchun arzon baliq tomoqlar tayyor. Turk axborot organlari pul oladi yoki ko'rmanlarni orttirdi. Xitoy tashviqotida g'alaba qiladi va Uyg'urlar yana setilib ketadi. Jannatdagi baxtli Uyg'urlardan boshqa hammadan foydaladi dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyormo buningga raddiya berib, birinchidan Turkiya davlati va Turkiya siyosatining degidek hammasi Xitoy bilan yaqinlashish uchun Sharq Turkistonni qurbon qildi. Hozir Ismoil Saymazga o'xshash jurnalistlar Xitoyning davlat qo'llashi bilan tashviqot olib berishga avatilib, o'z turk qarindoshlariga qarshi qilingan irqiy qirg'inchilikni xoinlik bilan inkor qilib oqlamoqda dedi. İtaliyada chiqadigan Avvenir, ya'ni Kelajak xabar turi Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Abdullayev Nur apandini ziyorat qilib, 7 iyul kuni axborotda ziyorat xotirasini dunyo jamoati bilan o'rtoqlashdi. Ziyorat xotirasining negizlik mazmunlari tuvandikicha.
Sharq Turkiston sürgünde hökumətinin baş ministeri Abdullah Nur 25 yıldan buyan Kanadada sürgünde yaşap, xalqның erkinlik və kimlikini saqlab qilish üçün kurash qilib keldi. Abdullah Nur sürgünde yaşashning haqiqiy erkinlik emasligini, vatandan ayrilgan xalqның oxirida yo'qolib ketadiganligini ta'kidlaydi. Irqiy qirg'inchilik va nupus o'zgarish da'volari. Xitoyning Sharq Turkistondagi siyosatini bevosita irqiy qirg'inchilik deb tasvirlagan Abdullah Nur tuvandagi nuqtalarga alohida diqqat e'tiborini berdi. Jazo lagerlari va majburiy emgak. Sharq Turkistondagi millionlagan Uyg'ur, Qozoq va Qirg'iz qatorliq turkiy xalqlar lagerlarda tutib turilib, majburiy emgakka selindi. Bolalar oilasidan majburiy elib ketilib, davlat organlarida xitoylashtiriladi. Nüfus qurilmasining buzilishi. 1949 yılı rayon nüfusunun 90%'den köprekini teşkil qilgan Türkiye xalqlarının nisbati 55%'ga tushib, Xitoy ko'chmanlarining nisbati 5%'dan 42%ga o'rilgan. Abdullah Nur buni o'tgan asrga eng og'ir nüfus o'zgarishi deb tasvirlaydi. Xalqaro e'tirof. Amerika, Kanada, Angliya va Fransiya qatorliq davlatlarning parlamentlari bu vahshiyliklarni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı buning insoniyatga qarshi jinoyat bo'lishi mumkinligini bildirdi. Xalqaro jimjitlikning sabablari. Xalqaro jamiyatning inkas qaytarmasligi Xitoyning iqtisodiy kuchi bilan munosabatlik. Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi davlatlarning savdo kelishimlari va qarzlar orqali o'ziga beqindirib qo'ydi. Shuning bilan inkaslarni bostirdi. Undan boshqa Xitoyning Birleşken Devletler Teşkilatı'dagi xavfsizlik kengashidagi o'rni bu besim mexanizmini kuchaytirdi. Sharq Turkistonning strategik ahamiyati. Sharq Turkiston Xitoyning dunyoviy kuch mo'lcharining markazida turadi. Xitoy bir balvoq bir yo'l qurilishini Sharq Turkiston orqali ilib bordi. Bu yerda yadrosini ilib bordi. Hamda taraqqiy qildirgan raqamli kuzatish sistemalarini Sharq Turkistonda sinab qilib dunyoga eksport qiladi. Qonuniy kurash va chora izlash. Sharq Turkiston surgunda hukumati xalqaro qonun bo'yicha xalqining haq-huquqlarini qo'lga keltirish uchun ikki muhim qadam tashladi. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga 2020 yil Xitoy katibashlarining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni tekshirishini talab qilib iltimos sundi. 2026 yil mayda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın mustamlikadan qutuldirish alayda komitetiga iltimos sundi. Rayonning mustaqilligi uchun rasmiy qadam tashladi. Xulosalab aytganda, Abdullah Nur Xitoy hukmronligi ostida inson haqlari va kültür miraslarining qo'g'dilishining mumkin emasligini, birdan-bir mangulik chora mustamlikadan qutulish va Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Fox xabarlari to'rining 17 iyul kunidagi xabarda Xitoy saylovimizni nishonga olgan tursa, nima uchun 600 ming o'quvchiga viza berib taqdirlaymiz degan temada maqola e'lon qilingan bo'lib, maqolada asosan Amerika Xitoy o'rtasidagi yirik munosabatlar, josuslik ayblashlari, o'quvchilar vizasi va josuslik xavfi, idora ichidagi ichki ixtiloflar, Xitoyning strategik maqsadi bayon qilindi. Ya'ni Amerika prezidenti Donald Trumpning Xitoyning 2020 yildagi saylovga ta'sir ko'rsatish uchun saylovchilarning sonliq ma'lumotlarini o'g'irlaganligini, savdogarlarga besim ishlatishga uringanligini, jurnalistlarga pora berganligini aytganligini ilgari surdi. O'quvchilar vizasi va josuslik xavfi jihatda Amerika universitetlarida Xitoy o'quvchilarining bo'lishi texnik almashtirish va akademik josuslik xavfi sifatida ta'kidlandi. Amerika Davlat bexatarlik ministrligi o'quvchilar vizasi cheklamasini kuchaytirganligini e'lon qildi. Trump savdo suhbatlarining o'ng'ishli bo'lishi uchun 600 ming Xitoy o'quvchiga eshikni ochishni to'g'ri deb qaragan bo'lsa-mu, Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubio qatorliq shaxslar Xitoy kompartiyasi bilan munosabati bor o'quvchilarning vizasini bekor qilish kerakligini o'tirg'a qo'ydi. Xitoyning Xi Jinping rahbarligidagi Xitoy hokimiyatining sonliq ma'lumotlarni to'plash va muhim texnikalar, ya'ni sun'iy aql, kvant hisoblash, aviatsiya qatorliq muhim texnikalarda ustunlikka erishish orqali Amerikaning dunyoviy rahbarligini ojizlashtirishni maqsad qilganligi ilgari surildi. Bexatarlikka kafolatlik qilish, ochiq jamiyat qurilmasining suiiste'mol qilinishining oldini olish va o'quvchilar vizasi qatorliq Xitoy josusligiga qarshi qattiq tadbirlarni qo'llanish kerakligi o'tirg'a qo'yildi. Fox xabarlarining 22 iyul kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubio Amerika Qo'shma Shtatlari kommunist bir davlat bo'lishni xohlamaydi. Biz kommunist bir davlat bo'lmadik va bo'lmaymiz. Kommunist ta'sirining siyosatimiz yoki jamiyatimizga buzg'unchilik qilishiga yo'l qo'ymaymiz degan. Vatan ahdida vafo kirzisi. Burxon Muhammad. Vafodorlik insonlik xarakterini muhofazat qilg'uvchi qalqon, ongni tirik tutib turg'uvchi oliy shuurdir.
Qachonki bu şuur əməli turmuşda rolunu yo'qotsa, prinsipialligi bo'lmasa, odamiylik axloqdan ajrasa, so'zlanadigan ammo ish amalda, harakat va tutumda soyasini topqili bo'lmaydigan darajada xaraktersizlashsa, bundaq bir holat amaliyotda jamiyat a'zolarining bexudlar to'piga aylanib yashayotganligidan derak berib qolmaydi. Balki bu mazkur jamiyatning kollektiv yimirilishiga, jamiyat a'zolarini bir-biriga chetib turadigan muhim halqaning uzilib, chul-chul bo'lishiga elib bordi. Chunki vafodorlik yolg'iz xuluq va xarakterdan maydonga keladigan ixtisotlar emas. U yana insonning fe'l-atvorlarining hammasida yoshirin soya tashlab turadigan alohida turtga. Odamiylik axloq mezonida insonning ish faoliyatlariga rahbarlik qilguvchi sharaf, izzat, ulug'vorlik, sabatlik, iffat, sadoqat, mardlik, mas'uliyatchanlik va shijoat qatorliq bir qator axloq mezonlarining haydakchi omili. Atını avlodiga, onani bolaga, bolani oilaga, oila a'zolarini bir-biriga, mahallani rayonga, xalqni yurt makonga bog'lab turg'uchi rishta insondagi vafo xulqidir. Oilalardan tarkiblangan jamiyatning zanjirsimon va qatlamlashgan cho'ng gavdasini mustahkamlovchi ul prinsiplardan birimi dal mushu vafo xulqidir. Bir to'plamning jamiyat oldida puttirab turishi orqasida mazkur jamiyatning a'zolarida bir-biriga ega chiqish, hamdam bo'lish, uyushish, bütünlükni saqlash, asoyishlik o'rnatish qatorliq mas'uliyatlarning o'rindilishi bor desak, bu mas'uliyatlarni borliqqa keltirguchi ana xuluq mazkur jamiyat ro'yida yildiz tortgan vafo sho'rining tirikligidandir. O'xshashla yimirilishga yuzlangan, tushkunlikka patgan va parchalanishga yuzlangan bir jamiyat, bir oila, bir to'plam maydonga kelganida, uning javhirida vafo xulqining hayotiylikdan shubhalanishga bo'ladi. Vafo xulqiga to'yingan bir jamiyat o'lik jamiyatdir. Bundaq jamiyatda mas'uliyatchanlik eni umumlashmagan, bir-biriga tortishib yashash, bir-biriga xizmat qilib, bir-birini qamdab yashash eni bo'lmaydi. Bir-biriga muhtojligini o'xshash til, din va madaniyat mansubiyati asosida tang mavjud bo'lib tura olgandala, bir jamiyat, bir millat, bir xalq sifatida qad ko'tarib tura oladiganligini anqirib yashashdek, aqalli bo'lgan insoniy ruh yo'qolgan, yo'qsizlashgan mas'uliyatsizlik bosh ko'targan bo'ladi. Bundaq ruhsiz jamiyatning a'zolaridan vatan uchun sadoqat, mas'uliyat, fidokorlik, muhabbat kutib bo'lsinmi? Darhaqiqat, vafodorlik kishining odamiylik axloqining sinoq teshidir. Vatan so'ygusi, vatanga xizmat, vatanni azizlash bo'lsa, vafodorlikning sinoq teshidir. Buni eng yorqin va samimiy ravishda o'tirg'a qo'ya oladigan vijdoniy javobgarliklarga qarta riyosiz holda javob qaytarg'ili bo'lgan maydon vatan hijroniga mubtalo bo'lgan zamon makonlardir. Navoda sizda tipirlash to'xtagan o'zga yurtning, o'zga iqomatgohlarning qog'oz yuzidagi vatandosh qilganlik rasmiyatlari xotirjam bir alda qo'soq to'qligi yoki shuning halakchiligiga bog'lanib o'tayotgan umr sizni vatanga vafodorlik ko'rsatishdan to'sib qo'ysa, aksincha vijdoniy mas'uliyatingizni sutishdan boshqaga yaramasa, ishdan keladigan vafochilik sukutni buzdirolmasa, sadoqatga chaqira olmasa, bu sizdagi kishilar xarakterining allburun vafodorlikdan yo'qsizlashib bo'lganligini ishoratlaydi. Agarda hayotning agri to'qayliqlari ora rohatlik izlab ketayotgan yoki jon saqlashda o'tayotgan bu paytlar sizni vatan sig'inishidan mashg'ul qilayotgan, shundoq turib siz buning farqiga bormasdan jondorlikqa kirib ketayotgan bo'lsangiz yoki vatanning ziyniga qarab qadam bosayotganlarning sepi sizni jalb qilib ketgan, xiyonatchilar sepini tashlashga jur'at qilishdan, vatan uchun fidokorlik ko'rsatishdan qochib yashayotgan bo'lsangiz, bu sizning vafodorlik ardamlariga rioya qiladigan erkaklik, mardlik vasifining qarim-qarshisi bo'lgan vafoga jafo soladigan xotin vasifidagi biriga aylanib qilish bilan ish misoli vafodorlikni joriy qildiruvchi orasida qarorsiz qolayotgan biriga aylanib qolayotganligingizni esga solishga yetarlik. Vatandagi aslimalaringizning sulayotganligi, ona tuproqda o'tgan ashu unutilg'usiz kechmishlarning sizning pinhon daqiqalaringizda yurak taringizni chekmas bo'lib qolishi, nima uchun qaytolmas palandiga, qo'g'landiga, surgundiga aylanishga majbur qolganligining vafo tuyg'ularingizni eng yuqori chekka ko'tarolmayotganligi, yurt makoningizga kelgundi bo'lib zo'rg'a kelganlarchilik odam muomalasiga erisholmas bo'lib qolishning g'ururingizni bearam qilmasligi, өр iroda bilan kirib yana өр iroda bilan qaytib chiqishdek aqalli haqning qo'lingizda bo'lmasligiga ichingizning pishmas bo'lib ketishi, vafo tuyg'usidan ro'yingizdan eriqilayotganligining signallaridir. Bo'libmi rivoyatlardagi oyliq bosadigan musobalarni soat va daqiqalarga sig'diradigan tilsimlar yeshilgan reallikqa aylanib bo'lgan bir zamonda turib, siz bilan vatan orasida g'ongning paydo bo'lishining sirlari sizni qiziqtirmaydigan bo'lib qolishi,
yar va qarindoshliklarning siz uchun eslashkimi vaqt chiqarg'ili bo'lmaydigan kimarsalar bo'lib qelishi qatorliqlar amaliyotda sizning ishti vafosidanmi tuvan bir yasham yo'lida ketayotganligingizga signaldir. Shuni esda tutish kerakki, vatanga mansublanmak vafodorlikdir. Vatanga xizmat vafodorlikdir. Vatanga fidokorlik vafodorlikdir. Vatan bizga avod qilishimiz uchun, o'rinbosarlik mas'uliyatimizni bajo keltirishimiz uchun, kalimatullahni ustun qilib, insondek yashashimizni kafolatga ega qilishimiz uchun berilgan Allohning omonatidir. Omonatni topshirib olmoq o'z navbatida uni muhofazat qilishga ahd qilishni o'z ichiga oladi. Uni tajovuzchiga yam qilmaslikni, qadr-qimmatini dafsanda qilg'uchiga yo'l qo'ymaslikni, bizni undan ayirishga, uni bizdan yatlashtirishga, bizni uning bag'rida hur yashashimizga to'sqinlik qilishga, tutunguchiga qarshi turishni o'z ichiga oladi. Mana bu vatan ahdisidir. Ahdiga vafo qilish burchdir, sadoqatdir, erkaklikdir. Ahdini unutish bo'lsa vafosizlikdir, sadoqatsizlikdir. Uni zoya qilish xiyonatdir. Vafosizlik va xiyonat orasida davr qilib turayotgan bu omonat ko'z oldimizda halokatchilik xatarni boshdan kechirmoqda. Omonatlik vatan ifodalab bo'lg'usiz darajada qabohatlik davrlarni boshdan kechirayotgan bu kunlarda ahdisini esiga olgan haqiqiy sadoqatparvar sohiblarini seg'inmoqda. Hurlik yo'lida qinini oqqizgan, barlig'ini pido qilgan qahramon shehidlarni yod etmoqda. Ularning izbosarlaridan vafo mezoniga o'ltirg'izg'ili bo'g'idek jarangliq sadoni kutmoqda. Tajovuzchilarning dahshatlik dafsandichiliklariga qarshi o'zini muhofazat qilishga barlig'ini atagan vafodorlik shuuri o'lmagan sodiq qo'shinni saqlab turmoqda. Bo'lmadi deganda duch kelayotgan xatarning ritmini bo'lsa-mu ostiltishga yaraydigan, bozorning ahvoliga qarab emas, xatarning darajasiga qarab ish tutishni, buningdanmi adashga yuzlanayotgan xatarga oldin to'g'on setishni biladigan avangardlarni, vafodorlikni qavashchaqliq haqqoniy pozitsiya bilanmi bo'lsa, soyib chiqishni o'ylaydigan vafokor vatan mansublarini kutib turmoqda. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.